Boshlashga jur'at. Anvar doim o'zini tayyor emaslik his qilardi. Biroz kutay derdi. Vaqti keladi. Kunlar o'tdi, oylar ham. Hayot esa kutmadi. Tez o'tib bordi. Bir kuni u charchadi. Orzulardan emas, balki kechiktirishdan charchadi. Shunda Anvar bitta haqiqatni anglab yetdi. Boshlash uchun mukammal payt bo'lmaydi. Anvar katta reja tuzmadi. Hech kimga va'da bermadi. Faqat o'ziga bitta so'z berdi. Bugun to'xtamayman. Qadamlar kichik edi, lekin har kuni to'xtamadi. Ba'zan yiqildi, ba'zan shubhalandi. Lekin bu safar u ortga qaytmadi. Vaqt o'tgach, u shuni tushundi. O'zgarish birdan bo'lmaydi. Lekin har kuni kichik qadamlar bilan bo'ladi. Bugun boshlangan yo'l sekin, kichik bo'lsa ham seni maqsadingga olib boradi. To'xtama. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying.